Assalomu alaykum hamma. Tomoshabinlar va Tohir Odilov kanalining aziz va qadrdon obunachilari. Bugun hafta kunimiz yakshanba. Qarish Karvon bozoridan narxlar bilan tanishtirib kelganmiz. Hozirlar bilan sigirlarning zo'r joylarini, arzon joylarini ko'rib boraveramiz. Bizning videomizni o'tkazmasa tomosha qilaversangizlar, narxlar haqida ma'lumotga ega bo'laverasizlar. Bo'lmasa biza boshladi. Hammasi chiroyli joylardan, dehqonlardan ko'rib boraveramiz. Bizga bitta obuna tugmasi bilan like tugmasini bosib qo'ysa shuni o'zi yetadi. Bizning kuzash davom etaveringizlar. Akalar biza boshladik bo'lsa, bir boshdan so'rab ketaveramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bularni? Narxni aytingchi. 35 milliondan deyapman, kami bor. 35 million so'mdan deyaptilar, kam bor aka, mana ko'ringizlarchi. Bozor nech pul so'rayapti? Bozor bunisini 33 million. 33 million? Buni 31 million so'rayapti. Buni 31 million so'm, buni 33 million so'm so'rashyapti. Bolalari mana. Bolalar mana bekda ekan bolachalar. Bolachalarga ikkovi ham o'tishcha. Ikkovi ham po'kishcha ekan bolachalarni. Ko'ringizlarchi. Aka bu nech pul barak qilamiz? Bo'ladi narxi. Bularga aka qo'shsab sotamiz. 30 dan oshsami? Yo'q, buni 31 ga bermayapman, buni 33 ga bermayapman. Qo'shsa sotamiz. Qo'sh so'rarsizlar. Kelishgan narxni qilib beraverasiz. Kelishtirilgan narxni qilib beraveramiz aka. Kelishgan chiroyli narxni qilib beraman deyaptilar. Sizga aksiya ketyaptimi aka? Ketadi aka. Shoshilib qolamiz a? Shoshilib qolamiz. Nomerlarni ayting aka. 93lik. Nomerlar telefon qilasizlar, kelishgan chiroyli narxni. Bemalol telefon qilaversin aka. Dastavka ham qilib beraveramiz aka. Dastavkasi ham bor deyaptilar. Ko'p. Savdosini qilib olaverasizlar. 35 million. Qancha suti bu aka buni? 8 litrdan beradi. 8 litrdan? Bu tepmaydimi aka? Yo'q, sog'ib ko'ravering. Ko'rasizlar, mana sog'asizlar bemalol tepmaydi. Buzoqchalarni ham ko'rsatdingizmi? Mana buzoqchalarni savdosini qilasizlar, kelishgan chiroyli narxlar qilib beraveramiz. Izi ko'pmi? Izi ko'p. Garantiya berasiz. Qancha garantiya berasiz? Xohlaganda garantiya qo'yib beraman. Tepsa, sho'g'lasa, bir hafta ichida tepsa sho'g'lasa mol qaytarib olaveramiz aka. Aybi chiqsa, qaytarib olib kelaversinlar. qaytarib olib qolaman. Bo'ldi, meniki. Telefon qilasizlar, kelishgan chiroyli narxlar qilib beraveradi. Tepsa, sho'g'lasa, tishlasa, yemasa, ichmasa qaytarib olib kelaverasizlar. Sog' bo'ling aka. Yana so'raveramiz biz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bularni? 30 million so'm baho qo'yaptilar. U qaysi bir bolasi? Qora mana bu. Qoraniki ekan, qizil mamniki ekan, ko'raverasizlar. Bozor nech pul so'rayapti aka? 24 ga 23. Nech pulga barak qilamiz? Bo'ladi narxni aytingchi aka. Kelaversin qani kelintlar. Bozorga qarab. Bozorga qarab savdoni qilamiz deyaptilar mana aka. Ko'rasizlar, sizlar ma'qul kelsa savdoni qilib olib ketaverasizlar. Qancha suti bor aka buni? 10 litrdan suti bor. 10 litr? Buni 10 litr suti bor. Tepmaydimi aka bu? Tepmaydi. Qochyapti-ku. Mana sog'ib ko'raverasizlar bemalol. Yemasa, ichmasa qaytarib olib kelaversinmi? Qaytarib olib kelaversin. Yemasa, ichmasa qaytarib olib kelaverasizlar mana. Ko'rib savdosini qilaverasizlar. Sog' bo'ling aka, charchamang. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka buni? 8 baho qo'ydi. 38 million so'm baho qo'yaptilar. Ko'ringizlarchi. Bozor nech pul so'rayapti? 32 million so'm bozor so'rashyapti. Mana bolacha, ho'kischami bu bolacha? Ho'kichcha ekan bolachasi. Ko'ringizlarchi, nechanchi tug'ishdi? 4-chi bolasi. 4-chi? 4-chi bolasi ekan, maniki qariroq ekan sal. Aka qancha suti bu? 12 ta. 12 litr sut bor. Tepmaydimi? Yo'q, mayli ushlab ko'raman. Ko'rasizlar bemalol, tepsa, sho'g'lasa qaytarib olib kelaverasiz. Bemalol sog' olaverar ekansizlar. Kelishgan narxni ayting mana, bo'ladigan narxini. Bozorga qarab beramiz. Bozorga qarab kelishgan narxni qilib beramiz. 38 dedik, boraversin, qani kelishamiz. Mana bozorga qarab savdoni qilamiz deyaptilar. Kelasizlar, ko'rib savdosini qilib olib ketaverasiz. Sog' bo'ling aka, charchamang. Assalomu alaykum. Nech pul savdo bo'lyapti aka? 25 million 50 ekan. 25 million so'mga menga savdo qilyaptilar. 50 ming so'm kam. Beraman, dehqonni moli ekan. Siz nech pul deyapsiz aka? Bizlarda ham olyapti. 26. 50 ming so'm o'tib ber bak. Barak. Xayriga. Aka 1 million so'msiz aka. So'raganingizga aytdim aka. Siz dehqonchilik qilyapman. Mayli, sizdan
Ana sot içmezsen 13 için soruyor. İlliğimizin hayrıge ya bu. Ne bir? Ortaya bu ming satın kam, ne bu? 25 Ortaya bu be. Sizde ağana bereket tavsamız. Ahvalı hem parayı. Hareket topat ya. Hareket topat. Birinci alıyatta bereket tapayın. Ben Bering aka. haran sizga ve kamera video bilan kim o'tirib. Bering. Kamini xudo to'ldirsin. Hayri bor, 50 ming o'ting deb. Yok, 50 ming o'ting. Top toza olasiz. Bor baraka. Bering. Borsing 25 ming. Bor toza bo'lama. Sotarın gapı. Ya sotib qoldirmay. Giremezsin, 29, 28. Sotarın gapıydı, sotarın. Sotar nechmi? 26 biz olayım. 26 yaman. 25 ham bo'lmaydi. Yo'q, Bo'ldi 25 ming shiyat aytganman. Bering 25. Portlatib. Ki bunaqa Ey aka bu savunmaydilar, suyun yana bu tomoni ham. Bor. mana sotsam o'zim uchun, yo'q o'zim uchun. Bularning gapiring. Bering o'qishga olaman debdilar. 28 desam ham tilim suyayor. Chiqitaveradingiz, sotarib. Bering aka, sotari qilib nar qo'yib yotma. Hali endi sizdan tushmab so'rayapsiz. Ya shu diqqatni so'rayapman. 25 million top toza beradi. Siz dehqonchilik olyapsizmi? Ha, boqish, mol qilishga mullaga. Mol qilishga. Qancha suti bor aka buni? Suti yo'q, bu bola yemib yurgan. Sog'diradi. Voy. Ovoga bersiz 5 ta 30. Endi buni baylab sog'ish kerak, irgatish kerak. Bu- Birinchi bolasimi? İkinci balans. Ikkinchi bolachasi. Ha, ey diqqat. boshliq. Borsang, ey, yaxshi pul bo'ldi. Aka, 25 ga bermayapti. ey, sizga buni savdo qilib, mana 26 ga olib, 2 million 5 million ishlab turaman, bu hafta pulni beraman deb. Ey domilla. Necha bo'ldi? 24. Bolasi erkakmi? Ko'rishgan so'rallar. Ey, menga 5 million ham olmayman menga. Bak, sog'ish odam bor. Biraz erkakmi sog'ibsiz. Bir mana uni sizmi? 25 bilan so'mga to'g'ri so'rashgan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz bu Hasan hisoblar? 60 million. 60 million so'm deyaptilar, kam bor ekan. Uchalasini hammi? Uchalasini ham 60 million so'm. Aka, sutlarni ham ko'ringizlar bular. Bozor qancha so'rayapti, bozor? Bozor real savdo bo'lgani yo'q. Savdo bo'lgani yo'q. Oldi qo'sh gap bo'lyapti. Oldi qo'shing. So'ragan yo'q. So'ragan. Ko'ringizlar bular. Egiz tug'anim bu. Yo'q. Biri o'zini bolasi, bir qo'shilgan, onasi o'tib qolgan, yoshligan. Ha, yoshlar qo'shilgan. Ko'ringizlar, menki savdosini qilib chiroyli narxga qilib beraman deyaptilar. Aka, bo'le Aka egiz desa ham bo'ladi, birini o'gay desa ham bo'ladi, o'gaylamaydi. Yemiradi. Ey, onasi o'lgan edi, qo'shilgan. qancha olamiz bunda aka kuniga? 2 oy ham erkak. Tuqqanda 18 ta bor edi. Hozir endi ikkita bizov yemayapti, shundan tashqari 5-6 sut berib turibmiz. 5-6 Ha, orqa ikkita yerlarni bitta bizov. 5-6 ta sut berib turyapti. O'zi ko'rinib ham turibdi. Ko'rasizlar, savdosini qilib Olib berasiz. ishlayotib, olish. Aka, nechta barak qilamiz? Ayting, bo'ladigan narx ayting. Kelishamiz aka, savdo. Hali aytmagan. Bu ham savdo bo'lgani. Savdoga qarab endi shunga narx qo'yamiz. Mana savdoga qarab kelishamiz. Hozirda xilofi yo'q. Ikkita o'qishchi bolasi bor. Sog'diradimi? Javob yo'q. Albatta sog'iladi mana. Bitta ikkita sog'iladi, biz olmasa sut olmayman. Olti mol, yosh mol. Tepmaydi, tishlamaydi, Yo'q, yo'q. bemalol savdosini qilasiz. Bemalol ko'rib olib. Olgan odam baraka topar ekanda. Shunday. Ko'rasizlar, savdosini qilib O'zim barak olasiz. topa. Sog' bo'ling aka. Hadi sog' ol. Yana so'raveramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bular? 40 million. Bozor nech pul so'rayapti aka? 40 million so'm baho qo'yibdilar, bozor 33 million so'm so'rashyapti ekan mana aka. Bu mana suti o'z sog'i ekan, o'zini o'z sog'i ekan. Ko'ringizlar. Aka, nech pul barak qilamiz? Bo'ladi narxi aytingchi. Nech pul barak qilamiz? 35 o'satamiz. 35 ga baraka. Xayr payr o't bermaysiz birini? Xayriya o't beraman deyaptilar. Mana ko'ringizlar, nechinchi bolasi aka bu? 4-chi bolasi. Qancha suti bor kuniga? Tepmaydi, qanotma shoxlamaydi. Tepmaydi, shoxlamaydi ko'rasizlar. Bemalol sog'ib ko'rasiz. Tepmaydi. Qancha? Qaqdi mol aka? Kosonni
Kosonni moliydi. Bemalol sog'asizlar, ko'rasizlar, tepsa, yemasa, ichmasa qaytarib olib qo'yasizlar. Sog' bo'ling aka. Mana so'raveramiz. Mini mollardan ko'rsataman aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nech bo'lyapti aka buni? 28. 28 million so'm baho qo'yaptilar. Bozor nech pul so'rayapti? 22 so'rayapti. Bozor 22 million so'm so'rashyapti mana. Ko'ringizlar buni. Nechinchi bolasi aka bu? 2. Ikkinchi bolasi. Qancha suti bor aka? 4 litr. 4 litr kuniga. Kuniga 4 litr suti bor ekan mana. Ko'ringizlarchi. Qo'kisdan bolachasi? 16. 16-chi ekan bolachasi. Ayol ekan. Bolasi savdodan qilib olib ketaverasiz. Aka bu nech pul barak qilamiz? Bo'ladi narxi. Kelishgan narxi. 25. 25 ga baraka. Baraka. 25 million so'mga baraka qilib olamiz. Ko'raverasiz. Tepmaydimi? So'qsa? Yo'q, ketmaydi. Tepmaydi, sho'xlamaydi, mana so'qsa yeb ichishi garantiya. Dehqonchilik aka? Ha, dehqon. Dehqonchilik mollari ekan. Olgan odam baraka topadi, nasib bo'lsa. Ko'rasizlar, savdosini qilib olib ketaverasizlar. Mayli aka, charchamang. Yana so'raveramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka buni? 28 million so'm. Bozor nech pul so'rayapti? 23 million so'm bozor so'rayapti ekan. Mana ko'ringizlarchi buni. Aka nech pul barak qilamiz? Bo'ladi narxi aytingchi. Bo'ladi. 23 so'rayapti. 23 so'rayapti. Bundan kam yo'q. Yo'q. 23 ga baraka. Baraka emas. Yarmiga yursa sotadi. 23 so'rayapti. 23 dan balandga. 23 ga balandga mana baraka qilamiz deb. Nechta tuqqan aka bu? Ikkinchi tug'ish ekan meniki. Ko'raverasizlar. Qancha suti bor aka buni? Sutini bilmayman. U borsa tepa bana qilmaydi. Sut boya tepa bana qilmaydi, sho'xlab yo'qmaydi-da. Ko'rasizlar meniki tuqqandan hal tuqqan ekan, sut yo'q ekan. Tuqqandan keyin sut beraman deyapti. Mana 10 ta sut bering. Ko'rib savdosini qilib olaverasizlar. Mayli, sog' bo'ling aka. Ha, bular nech pul deyapti? Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nech pul deyapsiz aka bular? 20 dan 20 million so'mdan mana baho qo'yapti. Ko'ringizlarchi. Bozor nech pul so'rayapti? 3.39. Ucholasini mana 39 million so'm bozor so'rayapti. Ko'ringizlarchi. Hali bular yoshdan aka tug'magan. Hali yosh uzoqcha ekan mana. Ko'raverasizlar. Ko'rib savdosini qilib olib ketaverasizlar o'zlari. Aka nech puldan barak qilamiz? Bo'ladi narxi aytingchi, kelishtiringlar. Nech 45 dan? 45 dan tepaga mana sotamiz. 45 ta o'ziga ham to'g'ri kelmaydi. Xayr, biron mut berasizmi? Kelishtiringlar. Kelishtirgan chiroyli narxlar qilib beraman debdi. Ko'rasizlar, savdosini qilib olib ketaverasizlar. Sog'lik yeb ichishga garantiya, sog'lik yeb ichishga garantiya beraman debdi. Yemasa ichmasa qaytarib olib kelaverasizlar. Ko'rasizlar. Mayli aka, charchamang. Mana akalar bugun bozor narxlari sizlar ma'qul kelmasa bitta obuna tugmasini, like tugmasini bosib qo'yasizlar. Bizani kuzatishda davom etaverasizlar.